Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kunning muhim voqealarini O'zbekiston 24 telekanalida axborot dasturida yoritib boryapmiz. Studiyada G'olib Nazar Qurbonov. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va tarmoq raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Har qanday davlat uchun milliy avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirish bu shunchaki iqtisodiy masala emas. Bu mamlakatning texnologik mustaqilligi, sanoat qudrati va muhandislik salohiyatini belgilaydigan strategik tarmoq. Avtomobil sanoati azaldan davlatning industrial kuchini namoyon etuvchi muhim ko'rsatkich sifatida baholangan. Dunyoning yetakchi iqtisodiyotlari AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy 10 yillar davomida aynan avtomobilsozlik sohasiga ulkan sarmoya kiritib kelyapti. Bejiz emas bu. Zotan davlat uchun milliy avtosanoatning mavjudligi bu minglab yangi o'rinlar, zamonaviy kompetensiyalar, metallurgiya, kimyo sanoati, elektronika, logistika hamda kichik va o'rta biznes tarmoqlarining rivojlanishi demak. Bitta avtomobil zavodi ortida butlovchi qismlar ishlab chiqarishdan tortib IT yechimlari va servis infratuzilmasigacha bo'lgan o'nlab turdosh tarmoqlar shakllanadi. Shu bois bugun avtomobilsozlik ko'plab davlatlar uchun strategik ahamiyatga ega sanoat tarmog'i sifatida qaraladi. O'zbekiston uchun ham yo'nalish tarixan mamlakat industrial taraqqiyotining muhim ramzlaridan biri bo'lib kelgan. Biroq uzoq yillar davomida sohada qator tizimli muammolar saqlanib qoldi. Avvalo bozorda amalda bitta avtomobil brendining ustunligi va iste'molchilar uchun tanlov imkoniyatining cheklangani asosiy muammolardan biri bo'ldi. Bu esa avtomobil xaridi uchun uzoq navbatlar, shartnoma olishdagi murakkab jarayonlar hamda taqsimot tizimi atrofida korrupsiyaviy xavflarni keltirib chiqargan. Yana bir jiddiy muammo butlovchi qismlar ishlab chiqarilishida mahalliylashtirish darajasining pastligi edi. Ko'plab tarkibiy qismlar va detallarning tashqi ta'minotga bog'liqligi global logistikadagi uzilishlar va valyuta tebranishlarining tarmoqqa bo'lgan salbiy ta'sirlarini yanada kuchaytirgan. Bundan tashqari uzoq yillar davomida mamlakat avtosanoati asosan an'anaviy avtomobil modellari bilan cheklanib, elektromobillar va gibrid texnologiyalar bo'yicha jahonda kechayotgan transformatsiyadan ortda qolib borayotgan edi. Biroq so'nggi 10 yilda sohada tub burilishlar kuzatilyapti. Bu endi alohida islohotlar emas, balki butun avtomobilsozlik tarmog'ini qamrab olgan tizimli modernizatsiya jarayoni. O'zbekistonda yangi ishlab chiqarish maydonlari, xalqaro hamkorliklar va zamonaviy texnologik liniyalar shakllanyapti. Shunday muhim loyihalardan biri BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasining tashkil etilishi bo'ldi. Jizzax viloyatida yo'lga qo'yilgan mazkur zavod yangi avlod elektromobillari va gibrid avtomobillar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Loyiha bosqichma-bosqich to'liq ishlab chiqarish zanjiriga o'tishni, jumladan kuzov payvandlash, bo'yash va avtomobil yig'ish jarayonlarini mahalliylashtirishni nazarda tutadi. ADM Jizzax zavodi faoliyati ham sohadagi yangilanishlarning yorqin namunasiga aylangan. Xususiy investitsiyalar asosida bunyod etilgan mazkur korxonada CKD tizimi orqali, ya'ni boshqa davlatlardagi turdosh zavodlardan keltirilib yig'ilayotgan avtomobillarning ko'plab ehtiyot qismlari endilikda shu yerda tayyorlanmoqda. ADM Jizzax bugungi kunda mana shunday muhim bosqichga chiqdi. So'nggi yillarda bu yerda modellar soni ortib, ishlab chiqarish quvvatlari izchil oshirilyapti. Shu bilan birga UzAuto Motors quvvatlari ham bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinyapti. Mamlakatda butlovchi qismlar ishlab chiqarish bo'yicha yangi liniyalar ishga tushirilyapti, eksport yo'nalishi kengaymoqda va avtomobil rusumlari qatori yangilanyapti. Eng muhimi bugun gap endi faqat avtomobil yig'ish haqida emas, balki to'liq sanoat ekotizimini shakllantirish haqida ham ketyapti. Avtokomponentlar ishlab chiqaruvchi korxonalar tashkil etilmoqda, lokalizatsiya chuqurlashmoqda, zamonaviy sifat standartlari joriy etilyapti, muhandis kadrlar tayyorlanmoqda va eksport salohiyati mustahkamlanyapti. Tarmoq rivoji davlat rahbarining doimiy e'tiborida. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev BYD Uzbekistan Factory va ADM Jizzax kabi yirik avtomobil korxonalariga bir necha bor tashrif buyurib, texnologik jarayonlar, yangi ishlab chiqarish liniyalari va mahalliylashtirish istiqbollari bilan yaqindan tanishdi. E'tiborlisi, avtomobilsozlik sohasida yangi loyihalar taqdimotlari muntazam o'tkazib kelinmoqda. Bugungi navbatdagi taqdimot ham yana bir muhim haqiqatni tasdiqladi. Avtomobil sanoati endi shunchaki alohida tarmoq emas, balki butun iqtisodiyotni texnologik yangilaydigan strategik driver sifatida qaralyapti. Endi tarmoq oldiga lokalizatsiyani chuqurlashtirish, elektr transportini rivojlantirish, eksport hajmini oshirish, global ishlab chiqarish zanjirlariga integratsiyalashish va raqobatbardosh milliy ishlab chiqarishlarni shakllantirish kabi yangi bosqich vazifalari qo'yilyapti. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev avtomobilsozlik sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va tarmoq raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi yillarda O'zbekiston avtomobilsozlik sanoati raqobat va iste'molchi manfaatiga yo'naltirilgan mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Bugungi kunda Chevrolet, BYD, Kia va Hyundai kabi yirik brendlar bilan hamkorlikda 5 ta avtomobil zavodi faoliyat yurityapti. Eng muhimi, bu o'zgarishlarni aholi bevosita his qilyapti. Joriy yilda avtomobil savdosiga 20 ta bank
bank jalb qilinib, avtomobillarning 95% bo'lib to'lash va qulay kredit tizimi orqali sotildi. Ayni paytda qo'shni davlatlar uchun ham avtomobil va butlovchi qismlar ishlab chiqarish rivojlanyapti. Soha atrofida yangi kooperatsiya zanjirlari shakllanib, 10 mingdan ortiq yoshlar zamonaviy texnologiyalar asosida ishlayapti. 300 dan ortiq korxona Chevrolet, 40 ga yaqin korxona Kia va BYD uchun butlovchi qismlar yetkazib bermoqda. Taqdimotda avtomobilsozlikda ishlab chiqarish hajmini va band bo'lganlar sonini 1 milliontaga yetkazish masalalari ko'rib chiqildi. Yengil va tijorat avtomobillarini ishlab chiqarish hamda yig'ish bo'yicha ko'plab loyiha takliflari kelib tushayotgani O'zbekistonda qulay investitsiya muhiti va yuqori daromadli bozor shakllanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga har bir loyiha bozor talabi va iqtisodiy samara asosida baholanishi, asosiy e'tibor tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'lishga qaratilishi zarurligi ta'kidlandi. Taqdimotda Volkswagen avtomobillarini ishlab chiqarish loyihasi haqida axborot berildi. Rejaga ko'ra, birinchi bosqichda Toshkent shahrida yirik uzilli ishlab chiqarishni boshlash ko'zda tutilgan. Keyingi bosqichda Angren erkin iqtisodiy zonasi hududida to'liq siklda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mahalliylashtirish darajasini oshirish va eksport bozorlariga chiqish rejalashtirilgan. Bugungi global vaziyat avtomobilsozlik sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani qayd etildi. Shu bois texnologik mustaqilligini ta'minlash, innovatsiyalarni joriy etish va eksport hamda logistika cheklovlariga kamroq bog'liq bo'lgan raqobatbardosh milliy mahsulotlar yaratish vaqti kelgani ta'kidlandi. Bu borada Andijon va Jizzaxda zamonaviy muhandislik maktablari ochilgani, yosh tadqiqotchilar va muhandislar shakllanayotgani, umuman mahalliy mahsulotlarni kengaytirish va yakuniy mahsulot yaratish uchun zarur intellektual salohiyat mavjudligi ko'rsatib o'tildi. Shu maqsadda UzAvtosanoat aksiyadorlik jamiyati tizimida ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik faoliyati rivojlantirilishi belgilandi. Sohadagi yana bir katta imkoniyat ehtiyot qismlar bozori ekani ta'kidlandi. Shu munosabat bilan ehtiyot qismlar bozorini tartibga solish, mahalliy mahsulotlar ulushini oshirish, sertifikatlash tizimini takomillashtirish va zamonaviy sinov laboratoriyalarini tashkil etish zarurligi qayd etildi. 2026-yil yakuniga qadar xalqaro konsalting kompaniyalarini jalb qilgan holda avtomobil ehtiyot qismlar bozorini rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish vazifasi qo'yildi. Prezidentimiz avtomobilsozlik sanoati mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri ekanini ta'kidlab, sohada raqobatni kuchaytirish, mahalliylashtirishni chuqurlashtirish, milliy muhandislik maktabini rivojlantirish yuzasidan aniq topshiriqlar berdi. Bugun ikkita yo'nalish bo'yicha taqdimot bo'ldi. Birinchisi Germaniyaning nufuzli Volkswagen kompaniyasi bilan birgalikda rivojlanayotgan va hozir tashkil qilinayotgan loyiha. Hurmatli prezidentimizning topshiriqlariga ko'ra Volkswagen bilan anchadan beri ish olib borilyapti va hozir bu loyiha ushbu kompaniya bilan yangi pog'onaga hamkorligimizni olib chiqyapti. 7 ta model birdaniga ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Bu loyiha ikkita bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda Toshkentda birinchi etap bo'ladi. Kelajakda mana hozir ruxsat berildi. Angren zonasida eng zamonaviy katta zavod qurilishi ko'zda tutilgan. Avvalambor aytmoqchiman, Volkswagen kompaniyasi hozirgi kunda sotuv hajmi bo'yicha 2-o'rinda, lekin pulda miqdorini qaraydigan bo'lsak, yetakchi. Bundan tashqari bu kompaniya eng ko'p R&D'ga sarmoyalar qiladi. Ya'ni yangi ilmiy tadqiqotlar va izlanish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Bu degani shu hamkorlik bizga imkon yaratadiki, ilmiy darajadagi ishlab chiqarish jarayoni to'laqonli shu zamonaviy standartlar bo'yicha bo'ladi. Bundan tashqari nafaqat O'zbekiston bozori, balki MTH davlatlariga, Markaziy Osiyoga, Kavkaz davlatlariga eksport ham ko'zda tutilgan. Bu degani eksport salohiyatimiz yana oshadi. Umumiy olib qaraganda bu loyiha hurmatli prezidentimiz tomonidan strategik rivojlanish bo'yicha bizga vazifa qo'yganlar. 30-yilgacha 1 millionga chiqish va bu loyiha albatta o'zining katta salmog'ini qo'shadi va shu yilning o'zida ishlab chiqarish boshlanib, yalpi ish mahsulotga ham soliq nuqtai nazaridan ham to'lovlar amalga oshiriladi. Ikkinchi qismida umumiy avtosanoat bo'yicha berilgan topshiriqlarni bajarish bo'yicha hisobot berilgan. Hurmatli prezidentimiz yil boshida topshiriq beruvdilar, kamida 10% o'sish ta'minlab berish va bundan tashqari 510 ming mashina ishlab chiqarish topshiriqlarini bergan. Hozir mana birinchi kvartal bo'yicha hisobot berdik. Hamma ko'rsatkichlar bajarilyapti va birinchi kvartal o'sishi 111% dan ziyod ta'minlandi. Hamma yo'nalishlar bo'yicha berilgan topshiriqlar bajariladi. Bundan tashqari to'lovlar, sarmoyalar bo'yicha, eksport bo'yicha hamma yo'nalishlar bo'yicha taqdimot qildik. Biz nafaqat hozirgi umumiy ishlab chiqarish, balki kelajakda qanaqa yo'nalish bo'yicha ishlash ham taqdimotini qildik. Ehtiyot qismlar va butlovchi qismlarda bozorini tartibga solish masalasi ham ko'tarildi. Haqiqatan hozirgi kunda oladigan bo'lsak, biz shu ehtiyot qismlarda bozorini tartibga solib ishlab chiqarishni va umumiy hajmini ko'paytirishimiz kerak. Qo'shimcha qulaylik yaratadi. Bundan tashqari transport infratuzilma yetkazib berish masalalari bo'yicha taqdimot qildik. Qo'shimcha aktivlarni, qo'shimcha imkoniyatlarni o'zimiz uchun ko'rib, avvalambor tezroq, samaradorliroq
mijozlarga yetkazish masalasini ham hisobotini berdik. Qo'shimcha ilmiy tadqiqot markazining ishi bo'yicha hisobotlar berildi va hozirgi kunda 8 ta yo'nalish bo'yicha sun'iy intellekt va raqamlashtirish masalasi ketyapti va eng muhimi hamma davlat elektron sistemalari bilan integratsiya bo'lgan.